Bunachilar yaxshimisizlar? Qo'ychuz profili deb bratan vashi haqiqatni ochib yuboryapti, haqiqatni gapiryapti. Quloq mana unday bo'lmasin. Quloq misol kichkina bo'lsin, manaqa dahshat bo'lsin. Qo'yni qarang. Bo'yi 95 sm. Tishini ko'rsating-da buni. Buni qarang. Nima deyapti? Tishi. Bu 2 tish, 4 tish qo'y bas bu. Ashini atmetga qilib, qo'y 300 bratanga tashab bersizlar akalar, mana. Mashina bo'lsin qo'ylar. Qulog'i kerak emasmi? Quloq olmasin, manaqa dahshat bo'lsin. Qarang. Dayushchi qo'chqor bo'lsin. Qulog'i eshitmani hal qilmaydi 200 grammlik. Shuni bilib oylar. Seleksiya qiladim, boshqa narsami? Mana, mashina bo'lsin, mashina bo'la bersin, olaveradi ishlangan. Va jigarlar, narxini va shu arzon qo'yib yuboraman, xudo xolasa. Biz 50 ming dollar, 40 ming dollar, 100 ming, ular narx yo'q bizda. So'mda 15 million so'm. 15 million. Telefon qilib aloqaga chiqib, realni oladigan telefon bo'lsa, tushib ham beramiz arzon qilib. Davay bolalar, laykni bosib, kommentariyani podдержка qilamiz. Qo'ychuz bratan, davay bosavering jigar.